Sizlarga professionalniy syomka qanaqa bo'lishini primerni ko'rsatib o'taman va buni narxi ham juda ham qiziq. Hozir obstanovkani ko'rib, vaqtga hayron qoldim. Operativnalarni ko'ryapsizlar. Juda ham ko'p. Общий komandada 50 dan oshiq odam ishlayapti va 50 dan oshiq odam mana shu bemalol kofe, choy-poylar ichishi mumkin. Va mana bu yorug'liklarni ham ko'ringlar. Eng qizig'i bu boshlanishi ichkarida ham bor, deb ko'rsataman. Endi narxini ham aytaman. Mana ichkaridagi jarayon shuncha odam olyapti va narxligi ishonasizlarmi 1 minutga, 1 minutlik video rolikka Bel orig'im tutdi meni. Ko'pingel, qutqarar seni. $60,000. Ani klientni maksimum rozi qilgan holatda, ya'ni ani ko'nglini to'ldirgan holatda qilib berishadi. 1 minut uchun $60,000 olishga arziydimi yo'qmi? Yozib qoldiringlar.